Gullarim qaranglar. Shunaqa obzorlar boshlaymiz. Judayam neobычный. Вообще sevadigan narsalar bo'ladi. Qaranglar qanaqa. Rozovый bunisi 100%, bas 200% haba qizlar. Yumshoq narsa, mana qaranglar. Bu o'zini ishtonchasi bilan, mashinachasi bilan. Bu qizlar oylikka tushadi. Bu 80 razmeri. Bu kichkinachasi, g'izda bir yangi kelgan chaqaloqlar ham bo'laveradi. Mana qaranglar, qanaqa asal narsa. Narxlarni o'z qo'yaman. Bundan 80, 90, 100 bor ekan. Oylikdan boshlab 1 yoshgacha, 1,5 yoshgacha tushirgan. 100 misol odatda 2 yoshda razmeri yo'q, lekin bu malamer karo razmer ekan. Buni mana shunaqa rasvetkasidan ham borki, mana shunaqa rasvetkasidan ham bor. Qaranglar, qanaqa asal narsa. 100% haba qizlar, va zo'r narsa. Gullarim, qaranglar, buni manusetidan ham bor. Qaranglar, buni varaqlarini asalcha, prям нежный narsa qizlar. Material vashi javob, garantiya beraman, haba qizlar, bemalol. Misol yangi tug'iladiganlar, yozda tug'sanglar ham hech qachon uni yangi kalta kiygizmaysizlar. Shuning uchun ham juda ham mos keladigan, kelgan misol o'sha bemalol kuzgacha kiygizasizlar, maza qilib yuvib, dog' ushamaydi, buni materiali ko'p hollarda. Shunaqa materiallar juda ham zo'r. Mana buni qaranglar, mana rozovый sveti, mana shunaqa svetidan bor. 80, 90, 100 razmerlarda chiqardik-a, mana 90, bu 80, bu 100. 0,3 dan, по-моему, mana shu 80 razmerida qizlar. Mana 80 razmerchasi shu. Bu ishtonchasi, mana ishtonchasini qaranglar. Voy, mana 2 xarichgina ekan ishtonchasi. Mana shu oylikdan 1,5 yoshgacha xullas tushadi qizlar. Juda ham shirin, ishtoni ham обычный, mun qaranglar, va asal. Undan keyingi narsa, gullarim, qaranglar qanaqa narsa sizlarga. Cottondan 100% mana ko'ringlar. Made in China degan shunaqangi asal narsa, gullarim, qaranglar. Bu o'zini shapkachasi, mana mana oyoqchalariga kiygizib qo'ygani naskicha tipa. Undan keyin oshxo'raychasi va trusikchasi, mayichkasi, mana ko'ryapsizlar, mayichkasi и o'zini shunaqa bodiga, asal bo'lgan bodichasi, mana yubqa обычный bodisi va orqasida o'zini mana shunaqa ishtonchasi va tevasiga mana. Вообще полный комплект mana. Trusik, mayichka, tevapaz, bodik, oshxo'rachasi, naskicha, shapkachasi. Нереально. Gullarim, undan keyingisi mana shunaqa yana bitta poloska, обычный. Hamma narsasi haba qizlar, hamma joyi обычный. Bu ham razmer qizlar, L razmerdan boshlab 3XL gacha ekan, ya'ni bu ham 100 razmerdan boshlab 130 gacha bemalol tushadi. Ya'ni degani 5-6 yoshgacha bemalol tushadi. Maza qilib olsanglar bo'ladi. Narxlari juda ham super. Mana qaranglar, o'zi ham zo'r qizlar, yumshoq materiallar. Yoqalar hamma yoqlarni bitta dazmol qilib, chiroq qilib tekis qilib olsanglar asal bo'lib turadi. Qaranglar, hammani vijir narsa bas, skromni bo'linglar, katta bolalar bo'lib turadi, chiroyli bo'lib. Yo'llarim qalasizlar, ancha kutib qoldilaringlar. Qataga yetib kelgan bo'lsa, xuddi shu endi davom etib ketamiz. Xudo xolasa keyin bir yo'li lichkalarga qaraymiz. Qizlar, xudo xolasa kimni telefon raqami bo'ladigan bo'lsa, обязательно unga dastavka yig'iladi va yetib boradi. Mana bunaqa rubashkachalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Juda ham go'zal. Hozir bir minutlar ochaman. O'shunchalik chiqib qolganim ma'qulroq. Yerga qo'yganimni. Mana yo'llari mana shunaqa kichkina bo'lgan rubashkachalarimiz bor. Bu ya'ni 2,5-3 yoshgacha tushadigan unaqalar, rubashkalar. Обычный, hamma yo'g'i haba buni. Bularni ham обычный, sintetika aralashmagan. Umuman hammasi Xitoy mana. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa asal bo'lgan, va zo'r. Gullarim, rosa qizlarni xursand qildimda, endi navbat o'g'il bolalarga. Mana обычный, hamma finkalarda, hammasi haba qizlar. Sintetika aralashganini bemalol ayta olaman. Bular haba 90 dan 120 gacha razmerga mana tushadigan mashinaqasidan ham bor. Вообще asal, narxlari umuman reально shokovый narxda. Maza qilib olasizlar. Hozir buni rasm va razmer narxlarini tashab beraman qizlar. Вообще super o'zgan. Olib oladigan ishoninglar, bunaqa narxda ko'rmaysizlar chiqadi. Gullarim, shu tashagan rubashkalari, finkalarim, xullas boy bilan
Mana shunaqa endi asaldan asal bo'lgan. Mana kombinezonchalarim vashshe idealni turadi. Bemalol maza qilib ketirasizlar. Hozir buni rasmi bilan tashlab beraman. Zo'rda. Endi qizlar bu go'zallikka nima deysizlar? Buni qaranglar, kamzulchasi отдельно bitta alohida bitta tema. Bu kamzulchasi o'zini. Kemani o'zini shunaqa neobычный ko'ylakchasi. Mana ko'rib turibsizlar, 90 razmerdan 2 yoshga tushadi 90 razmer qizlar. Rayonchkaning razmerida bu 1 yoshdan emas. Balshmerroq bo'lar ekan-da, bu ham Xitoy qizlar mana. 90 razmerdan boshlab sizlar voy deydigan narxlarda hammasi qizlar. Ishonaveringlar, mana shu tashayotgan ko'ylakchalarni men tashayotgan narxda bozorda ko'rib qolmaysizlar. Javob aniq. Kombinat, Farg'onadagi вообще ko'rmaysizlar. Mabodo kombinatda ham ko'rmaysizlar. Qumtepaga ham chiqadiganlar bor, Qumtepada ham ko'rmaysizlar. Nerealniy zo'r narxlar qizlar. Mana asal material zo'r. Gullarim mana yana qanaqa. Prям gullarim deydigan tovarlar o'zi ham. Qaranglar, mana uni yengechasini. Qaranglar. Вообще необычный ekan. Prям lёгкий, qanaqadir yoqimli-da qizlar. Maza qilaman shunaqa chiroyli narsalar ko'rsam, kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Shu narsalarni men qaranglar. Mana shu где-то bir 4 yosh, 5 yoshda razmeri. 5 yoshdan boshlangan katta. Уже eng kattasi menimcha 1-sinfga tushsa kerak. Уже bemalol maktab uchun ham kiygizsalar bo'ladi. Bog'cha uchun ham sarafonlar bilan, har xil narsalar bilan, shimcha, yubkacha, nima xullas, nima bilan moslab kiygizsalar bo'laveradi. Men qaranglar. Qizlar telefon qilyapsizlar-da, obzor qilayotganimda hech kim telefon ololmayman bekoram. Qaranglar. Xullas yengisi hozir rasmini tashlayman. Zakaz beraveringlar, telefon nomeringlar qoldiringlar. Telefon nomeri bor, hammaga atvet yozaman. Aniq. Hech kimga yozmay qolmaganman. Doim telefon raqami bo'lsa bo'ldi. Materiali hib qizlar, yumshoq material. Buni ham qichishtirmaydi mana. Ichlaridan ham buni. Mana ko'rib olinglar. Mana uni o'zi ag'ashiga tegmaydi bolani mana. Har galgida yana yangi patkada kolgotkalar. Doim keladi, uchadi mana. Вообще modniy, trendovoy kolgotka hamma любой narsa bilan tushib ketaveradigan mana. Xitoy qizlar вообще asal narsa shu ham. Yo'llari mana bu mashnaqa go'zallik. Bu laysinka, bu cho'ziluvchan narsa. Hozir nima degan nima deb tepib desam, yo'q, ip ekan bu mana. Xullas bu lashina, bu cho'ziluvchan narsa. Mana shu turishi 2 yoshga uzun bo'lib turadi, ya'ni yanimda uzunroq bo'lib turadi. 3 yosh kiyadigan bo'lsa, mana boldiridan bundayroq bo'lib turadi. Domboqqa bo'lmaydi-yu, lekin 4 yoshdan nozikroq bo'lsa, bemalol 4 yoshga ham kalta lashinacha bo'lib tushadi. Misol rayonchkaga bu polniy mana yubkachalik bo'lib turadi. Qaranglar, qanaqalar. Обязательно qizim kiyadilar, обязательно mana. Tipa standartniy razmer bu, ani problema joyi o'zi 1XL bilan 2XL bo'ladi-yu. Lekin hammasi mana 1XL o'zi chuqur razmerga tushadi. 1, 2, 3 qilib qo'ygan, lekin endi 1 yoshga bu chichana qiladi deb o'ylayman-da o'zim. Yo'llari undan keyingisi mana shunaqa o'g'il bolalarimiz uchun shunaqa xabishni bo'ji, bu ham xabi Xitoy qizlar va yumshoq bo'lgan mana. Bolajonlar mazza qilib kiyadi. Bu 90 razmeri. 1-1,5 yoshga tushadigan razmerisidan 80 razmeridan bor qizlar mana buni. Plus bundan ham razmerlari bor va narxlarni hozir chiqarib tashlayman. Mana gullarim, hozir bu faqat bir donasi, bitta xili, boshqa xili endi ochaman. Qaranglar, qanaqa materiallari ham, sifatlari ham вообще terlatmaydi bolalarni, yumshoq badaniga yoqadi, lekin bu chitmas. Tushunyapsizlarmi? Mana bitta yuvganinglardan ham qilib yig'ishtirilib, g'ijim bo'lib ketmaydi. Shunga minobatga olib qo'yasizlar. Qanaqa kачестволari zo'rligini. Nima mana narxlari 35 mingdan qizlar. Bunaqa rubashkalar menimcha Xitoy birinchi sorti. Muncha joyda bo'lmaydi, ishonaveringlar. Menimcha Qo'qon optimida ham hali 35 ming so'mdan chiqqan yo'q deb o'ylayman. Qaranglar, qanaqa materiallari ham zo'r, качестволari ham zo'r va pishida mana. Необычный ham, yangi model, hammasi yangi model. Gullarim, undan keyin bunga nima deysizlar endi? Mun qaranglar qanaqa narsa. Вообще yengil, shunaqangi super ekan o'zi ham.
Вообще ishoninglar, 21dan boshlab asal mana qaranglar. Originalniy narsa judayam zo'r, judayam ishoninglar. Yengil, yumshoq siyatichni ekan o'zi ham. Dahshat narsa ekan qizlar. Вообще zo'r ekan. Mana razmerlari bor, tashlayman nechilarligini. Asalligini qaranglar. Gullarim bu go'zallikka umuman ta'rif kerak emas deb o'ylayman. Mana uni qaranglar endi. Вообще asal. Yashil tashladim-ku, nima ko'ylak o'shani rozовый sveti mana. Materiallari ham вообще zo'r. Danni shu payt bahorichi, yozda o'ta sekincha bemalol kiyadi, 200 boshda ham bemalol kiyadilar. Mana shu M razmer ekan mana. 1,5 yoshga tushadigan M razmeridan boshlab 2XL gacha ekan. Endi hozir razmerlarni ochib ko'raman. Вообще asal ekan qizlar, juda ham shirin ekan bu qaranglar. Prям нежный ko'ylak ekan. Voy, tirnog'imga nimadir shunday yomon tegdi. Qaranglar, xullas, нежный ko'ylakcha. Asal ekan. Hozir buni rasmini tashlsam ochiq qoldi, lekin men mana shunaqa rozовый. Bu ranjga yopib qo'ydim. Bitta 26si bor. 22 keldi, lekin malamerkaroq ekan. Chunki o'zlariga sal oyoqlari sal tashabburoq turgani ma'qul. Bilasizlar, gullarim bu letniy, erta kuzgi ham siyatichniy-da bu. Bemalol kiygizsanglar bo'ladi. Mana siyatichniy. Cho'ziladi ham. Rosa zo'r narsa.